Bir koyan Nima bo'ldi? kadını. Oqshom uxlamaydi. Poyuz ketyapti, siz ketyapti deydi, xo'roza qichqirmayapti deydi. Keyin shu yerda uxlamaydi. Shu bilan uxlamadi. Mehmonxona yoqdimi sizga? Yo'qda, u ishga kirib ketamiz, birov eshikdan qisqimi hayda deydi. Boshqalar eshigiga kirib ketdingiz. Birovlar ishga kirib ketib xotini o'ldi. Avvaz akam kayfiyati zo'r. Mehmonxonada 3 marta xonani esdan chiqib ketdidan 4 ta xonaga to'g'ri kirib boribdi-da. Qaysi ishda kiramiz deymiz, kirolmaymiz. Boboy bilan oyoq kishi yostiga. Aka sizga mumkin hech kim indamaymi? Nega yo'q? Nasrina zo'rmi? Nasrani yo'q deydi, ha, qara bu deyman, ha, bu deyman, yotqizgan deb qo'yman. Yana Toshkent kelamizmi? Xudodan kelamiz Qarang, Buxoroga boramiz, Qoraqalpoqqa boramiz. Yaqinda qarang, Janob Rasul Biruniydan to'yxona ochyapti-da. O'sha to'yxonaning ochilish kuniga blogerlar taklif qilgan, siz bilan meni ham taklif qilgan. Sardor Mamadaliyevchi. Xudo xolasa. Jasur Mamadaliyev. Ha, Janob Jasur mening adasi. Janob Rasulga salom deng. Ya shu salomat bo'lsin. Qaysi Captiva, minadi zamonaviy qizlar degan qo'shiq aytadi. Ha, minadi ko'z chop qamchi bosdiydi-ku. Azoblash xizmati bo'lyapti.